Простой pozitsiya. Gidroligi ham yo'qmi? 1.5 motor. Lüks qilingan. Aytani bor 2010. Komil chizilgan. Akajon, iltimos pastga Kimdan ekan mashina? Nega kimdan ekan? tushib qoladi. Blogerni urib qarayman. Uzr lekin. Nexia egasi qanida? Ana Nexia egasi. Yo'q, ichkara kiring. Keling, o'tkazinglar, akalar o'tkazinglar. Qo'l teppa-ya, o'z yoqqa. Assalomu Aka, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Omonmisiz? Qayerdan sizniki? Qarshini o'zidanmi? Generalni chiqadi aka bundan. Bu polni kraska ekan. Necha yildan beri bunapsiz buni? Motorlari yaxshimi aka? Yaxshi motor. Mana shu tomondan yomon tekkan ekanda, bu tomon ham. akamizga aytinglar, olmasinlar aka. Xo'p, necha pul deysiz? Chiroyli qo'yadi o'zi har kim. Kelishtirib berasizmi, savdo qilsam? Sizdan-da endi so'rash. Hozir mana bu mashina chista 60% radnoy. Lekin juda ideal turibdi, ko'rdingizmi? Ossilyatorlari ham qimillamagan, o'ziniki turibdi. Kapot, orqa kapotlari ham radnoy ekan. Juda tetik ekan. Qilt etmaganda. Qani oynani bitta artatkani. Bittasi yozlik uchun yechib qo'yuvdik. Ha, yozga yechib, qishga qo'yasiz. Zo'r gurim bo'ldi. Mang. Kelishtirib bir narx ayting, men ham bir kelishtirib bir narx aytaman. Shu 28 dim endi sizdan-da. Yo'q, unday narx aytmang. Bitta guring aytayman. Realni guring. Bu savdoni o'ziga taylab berishlar. Balandparvoz gap kerak emas, o'xshasa olaman. O'xshamasa xafa bo'lish yo'q. Bu ham bir savdo. Realni guring aytaman, 20 dan pastga bo'ladi bu savdosi. Ochiq guring. Agar 20 dan pastga gaplasha olaman, mayli desangiz, savdolashaman siz bilan. 20 baland bu mashina. Chin aka baland. Chunki ossilyatorlar ham, qozonxona ham, mana motorxonani ichi ham yaxshi turgani yo'qda aka. 20 dan pasayib. Niyat sotish bo'lsa soting maslahatim. Shu kecha kunimizda. Lekin ja baland unday narxlarni so'ramang bundan. Bu unga javob bera olmaydi u pulga. Yengillashtirib bering, ishingiz bitsin aka. O'zi ish nima ishdi? Ko'cha shu yurish. Ko'cha yurish. Bekorchilik. Bekorchilik Kobul to'latadi. Hali ham Nexia yuribsizmi? Endi xohlasa. Kim Kobul topib kelsa nima ish qilasizmi? G'irt bekorchi deydi. Vatavaga. Yetqazsin shular. Ha, omon bo'ling. Yaxshilarni biling aka. Niyatga qarab Alloh beraveradi. Mayli, mashinangizni olaman, olmayman emas, lekin salgina kelishtiring olaman. Olgim kelyapti. 20 dan past. Sizni bilaman, qarang, bitta mana balandparvoz gap kerak emas-da. Siz kamiga ham 20 million bo'lsa bermoqchi bo'lib kelgansiz, undan pastga berish ko'nglingiz yo'q-da, ochiq yuring. Lekin 20 ham mana rost yuring. Chalkashib qolmang gapimdan. 20 ham ololmayman, polni kraska, to'g'ri tushunasiz. Endi holat bilan ham olinadi, haqiqatdan ham. Hozir misol Bardovini men 24 million olmaganman, lekin holati juda yaxshi-da. O'zini yiliga nisbatan ancha yaxshi turibdi. Olsa ham bir kishini ancha xizmatini qilib bera oladi. 60-70% radnoy. Endi bir narsa qarang aka. Men ham ko'p ham pastga urmayman. Yana o'ylamang, 20 dan pasti 10 dan boshlanadi-ki deb. To'g'rimi? Men ja past ko'rmayman, bir narx aytaman, to'g'ri kelsa bering. Agar 2-3 million yuzga bormasangiz. Men mayda chuyda qilmayman. O'zi 500 ming so'm qo'yib sotaman. To'g'ri kelsa bering, generalni chiqsa bo'ldi. 18 million naqd pul beraman. Ochiq yuring. Kam bo'ladi. Yo, juda chiroyli so'radim. O'zi 16-17 so'rayman dedim. Kam bo'ladi. 18 million naqd pul bering olaman. Kam bo'ladi. Ya, u 18 dan balani ancha baland aka. Men juda chiroyli so'radim. Bu ham bir omonat savdo. Chugulli savdo, bering. Kam bo'ladi. Siz bilan bizni kam qachon to'ladi endi? Yo birodar, kam qachon to'ladi? Muammo hamma boda. Kamchilik ham hamma bor. To'g'ri, mol sizniki, vaqtda baland olgansiz. Hozir mashinaga qarab turganingizdan ham bilaman. Men so'rayapman, laboga qarayapsiz, krelosiga qarayapsiz. Shu mashina nima deb. Bo'ldi, unuting, boya gapiz. Zo'rini oling, bo'ldi. Buni unuting, ha. Hozir bitta shungani bo'lib qoldingiz-da.
Ya bu ko'rayotgan aytmalar bo'lmasa. Kam 18. Kam emas aka. Chiroyli so'ram. Xo'p, necha pul edi ko'nglingiz? 25 da bo'lsa. Yo. Qancha balans otsa? Tushundim. Ya, bitta ko'ring meni, ochiq ko'ring. Qarang. Mayli, men olmasam el olsin. Elga tavsiya qilib ko'ramiz. 20 milliondan qancha o'tib bera olasiz? Yo'q. Ochig'ini ayting, o'tib bera olishingizni. Men aytib ko'raman, mayli, birorta to'g'ri kelsa olsin. 25 deb aytib ko'ring. Yo'q, aka. 25 ga men buni olib turibdi, 24 ga amalla oldim. Endi bitta igna o'zimga suqishim kerak, og'rimayaptimi, sizga ham suqib ko'raman. Sizlar sizga ham og'rimaydi. Menga og'riqlik beryapti-da. Hozir 25 juda baland-da. Keling mayli aka, men ola olmasam ham 20 million deyman. Oluvchi bo'lsa ko'rsin. Kam bo'ladi. Oho. Qulaylik bo'lmasa. Dediz baland ekan-da. Mayli aka, baribir aytib ko'raman. Chunki elni oldidan o'tishim kerak-da. Ya aka oxirini ham aytmay o'tib ketdilar deyishmasin. Nech pulda aytib ko'ray? Ayting 25 deying. Yo, 25 baland. 20 biror nima qo'shib aytding, aytib ko'raman mayli. Ko'ray bo'lmasa o'zi. Mana. Xo'p, akalar ko'ringlar 2010-yil motori qanday aka? Yaxshi motorlar. Motorlar yog' yemaydimi? Yil chiqadi. 2010-yil 1.6 motor. G'irt prostoy, polni aslit bo'lgan. Polni aslit degani ko'pchilik tushunmagan. Polni aslit degani polni kraska sepilgan qaytadan. O'zini kraskasidan tashqari yana sepilgan. Orqasi yonlari butun hamma. 25 million bo'lsa beraman deyapti ega. Agar oluvchi bo'lsa bemalol ko'rsin meni mashin. Meni sotuvchining o'zi kimgadir to'g'ri kelsa ko'rursin. Shu mashin 25 millionga sotiladi. Men kelishtirib bermadilar. Xo'p, xafachilar yo'q mendan. Mana. Xafa bo'lma.